Guardiola xuddi mana shu yerdan kumush medalni olish uchun chiqib borganda Manchester Unitedga qarshi bahs asabiy kayfiyatda o'tgan yilgi taqdirlash marosimi achinarli holat uning uchun. Endi yutmagan narsasi qolmadi belgiyalik futbolchining. Eng katta yutug'i bilasizmi, Muhammadiyor, menimcha o'sha muxlislarni hali uzoq vaqt Kevin De Bruyne siymosini eslab yurishadi. Kevin De Bruyne nafaqat City muxlislari, balkim bizni chempion, vitse chempion Abduqodir Husanov uchun ham ilk mavsum yomon o'tmayapti. Angliya Kubogi kumush medali sohibi mana Shahzoda Williams shu yerda, Wales shahzodasi taassurot qoldirmadi va Abduqodir Husanov mana Husanovni ham qadi doimo City. Bu esa qo'shig'ini kuylashni boshlaydi hozir. Mana bu futbolchilar